City Palace hozirgi kunda 4 yulduzli. Da. Bizning mehmonxonamiz 4 yulduzli mehmonxona kategoriyasiga kiradi. Mehmonxona nechta xonalarni o'z ichiga olgan? Bizning mehmonxonamiz 251 ta xonalardan tashkil topgan. Uning ichida 6 ta kategoriyamiz bor. U standartniy xonadan boshlab to prezidentskiy apartamentgacha bo'lgan xonalar kategoriyasi bor. Ulardan sanab o'tadigan bo'lsak, standartniy xona, standartniy twin xona, twin xonamizda ikkita razdelli kalot bo'ladi. Undan tashqari oilaviy kategoriyamiz bor, mladshi luks kategoriyamiz bor. Mladshi luksdan keyin luks kategoriyamiz и prezidentskiy apartament. 6 ta kategoriyamiz bor. Undan tashqari bizda o'sha dam olish uchun mehmonlarga qilingan shart-sharoitlardan basseynimiz bor. Basseyn bizda 2 xil. Zimniy, всесезонныйsi, u yopiq anaqada joylashgan. Saunamiz, hammom, trenajyorniy zal, jakuzilarimiz bor. Ular bizda ajratilgan erkak kishi va ayol kishi alohida anaqa qilish uchun. No, lekin basseynlarimiz общий. City Palace'da narxlar qancha? Assalomu alaykum Otabek. Mana bugun City Palace'ga keldik. Xush kelibsizlar aka. City Palace'ni yaqindan tanish uchun tashrif buyurdik. Otabek, o'zingizni tanishtirsangiz tomoshabinlarga yaqindan qancha paytdan beri shu sohadasiz va qaysi yil kirib keldingiz? Assalomu alaykum. Meni otim Otabek. Mehmonxona turizm sohasida o'zi 10 yildan oshiq ishlab kelyapman. Endi bu mehmonxonada ishlashimni boshlanishi shu 21-yildan beri shu paytgacha ishlab kelyapman. Отдел marketing boshlig'i bo'lib. City Palace'ni tarixi bilan tanishtirsangiz tomoshabinlarni, nechinchi yil qurilgan va nechinchi yilgacha qaysi nom bilan atalgan? City Palace adashmasam keyin nomlandi, to'g'rimi? Da. Bilsangiz, bu City Palace mehmonxonasini binosi o'zi 96-yilda qurib bitirilgan. Bu paytda endi Toshkentda ikkita yagona anaqa bo'lgan. 5 yulduzli mehmonxona kategoriyasidan Sheraton mehmonxonasi deb nomlangan. Ikkinchisi Yapon bog'i oldida bilsangiz Intercontinental mehmonxonasi bo'lgan o'sha paytda. O'sha paytda bitta vaqtda shu Toshkentga kirib kelgan международный brendlardan bittasi hisoblangan. Bu Sheraton mehmonxonasi 2012-yilgacha o'z faoliyatini yuritib kelgan Toshkentda. Undan keyin bu mehmonxona hokimiyat qaramog'ida bo'lgan. Hozirda shu частный mehmonxona hisoblanadi и nomi ham o'zgartirilib City Palace mehmonxonasi deb nomlangan hozirgi paytda. Nechinchi yildan City Palace'ga o'tdi? City Palace deb nomlangani 2013-yildan boshlab уже hozirgi paytgacha City Palace deb nomlanib kelyapti. City Palace hozirgi kunda 4 yulduzli. Da. Bizning mehmonxonamiz 4 yulduzli mehmonxona kategoriyasiga kiradi. Mehmonxona nechta xonalarni o'z ichiga olgan? Bizning mehmonxonamiz 251 ta xonalardan tashkil topgan. Uning ichida 6 ta kategoriyamiz bor. U standartniy xonadan boshlab to prezidentskiy apartamentgacha bo'lgan xonalar kategoriyasi bor. Ulardan sanab o'tadigan bo'lsak, standartniy xona, standartniy twin xona, twin xonamizda ikkita razdelli kalot bo'ladi. Undan tashqari oilaviy kategoriyamiz bor, mladshi luks kategoriyamiz bor. Mladshi luksdan keyin luks kategoriyamiz и prezidentskiy apartament. 6 ta kategoriyamiz bor. Undan tashqari bizda o'sha dam olish uchun mehmonlarga qilingan shart-sharoitlardan basseynimiz bor. Basseyn bizda 2 xil. Zimniy, всесезонныйsi, u yopiq anaqada joylashgan. Yana katta anaqada terrasamiz bor. Orqa maydonimizda o'tda уже katta letniy basseynimiz bor. Undan tashqari shu mehmonlarni shu yashayotgan paytda qulayliklar uchun saunamiz, hammom, trenajyorniy zal, jakuzilarimiz bor. Ular bizda ajratilgan erkak kishi va ayol kishi alohida anaqa qilish uchun. No, lekin basseynlarimiz общий. Общий, ha. Da. Keyin adashmasam kiraverishda ko'rdim, u banketniy zal
anaqa uchun ham misol uchun konferensiya Da. prezentatsiyalar uchun ham ishlatsa bo'ladigan joyingiz bor ekan. Da. Banketli zalimiz bor. Nomlanadi Grand Ballroom. Bizning zalimizda asosan shu aytganingizdek konferensiya, yubiley, to'y, har xil banketlar o'tkazishadi. Misol uchun konferensiya o'tkazadigan bo'lsak, misolida olsak, u yoqqa maksimum mehmonlarimizning sig'imi 350 tagacha bo'ladi. 350 tagacha bo'ladi. Undan tashqari boshqa kichkina anaqalarimiz ham bor. Zallarimizni kichkina konferensiyaga, yig'ilishlarga, B2B ko'rishlarga o'tkazishda bo'ladigan zallarimiz ham bor. Endi tomoshabin uchun eng qiziq bo'ladigan savol bu City Palace'da narxlar qancha? Xonalar narxiga keladigan bo'lsa, raqobatdosh narx bizda. Shu bilsangiz, yon atrofimizda bizdan tashqari yana 3 ta mehmonxona bor. Ulardan Hyatt Regency, Intercontinental yaqinda ochilgan и Wyndham mehmonxonasi. Ularning ichida bizda sredniy anaqa narxi, unaqa qimmat ham emas, unaqa arzon ham emas. Endi bilasiz, sezonga qarab mehmonxonada narxlar o'zgaradi. Hozirgi paytda bizda takoy skidkali narx ketyapti. Aytib o'tadigan bo'lsam, misol uchun bir kishilikga hozir bizda $115 Uning ichida hamma naloglari, aniqlari kiradi. Ulardan tashqari zavtrak kiradi. Asosiysi keyin o'sha aytib o'tgan trenajyorniy zalim, keyin basseyn, hammom, sauna shular hammasi kirib o'tadi. Necha puldan necha pulgacha dedingiz? $110 adashmasam. $115 boshlab to $1,500 bo'lgan kategoriya mehmonxona aniqlarimizga taqdim etiladi. $115 dan $1,500 shunaqa. Da. Endi bu sezonda o'zgarib turadimi? Da, sezonda o'zgarib turadi. Qancha plyus minus bo'lishi mumkin? Endi misol uchun orientirovочный aytaman. Aniq bitta narx hozir sizga aniq ayta olmayman. Endi visokiy sezon paytida bizda xonalar uni katta raziniyaga ham oshmaydi. Oshsa bir $5 ga oshadi. U yoqda $120 bo'lishi mumkin bir kishilik uchun. City Palace'da misol uchun hamma tanigan yulduzlardan kim tez kelib turadi? Chet eldan. Da. Bizda shunaqa mehmonlar ham bo'lgan. Yulduzlardan endi oladigan bo'lsak, SNG davlatidan mehmonimiz kelgan. Endi ko'pchilik tanigan, yoshlar taniydigan Morgenstern degan ashulachi bo'lgan. Hozir ham bor endi. O'sha kelib bizda yashagan. Undan tashqari yana endi ko'pchilik bilmasa kerak, endi yosh kattalar biladi. Nipari degan duet bor, ruslarning ashulachisi. O'shalar kelib o'sha yerda yashashgan. Undan tashqari bizda yana o'sha davlat miqyosidagi delegatsiyalar yashaydi, har xil davlatlardan. Dilu Xitoy delegatsiyalaridan keladi, yuqori darajadagi mehmonlar. Keyin Rossiyadan keladi. Undan tashqari Dubay anaqasidan, posolstvosidan mehmonlar delegatsiyalari kelib yashaydi shu yerda. Mana hozir O'zbekistonda turizmga juda katta e'tibor qaratilgan va misol uchun siz shu sohani xodimi sifatida nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Turistlarni yanada ko'proq O'zbekistonga jalb qilish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Asosan shu meni fikrim bo'yicha jalb qilish uchun imенно общий ko'rinishda olsak, endi Toshkent turizmini rivojlantirish bo'yicha menimcha ko'p mana shunaqa turistik shaharchalar, masalan, shaharcha emas, bunda ko'chalar bilsangiz hozir ochishyapti-yu. Shunaqa joylarni ko'paytirish kerak. O'sha masjidlar, shunaqa aylanadigan joylarni sharoitini yaxshilash kerak turistlar uchun. Keyin narx anaqasida konkurensiyasi bo'yicha o'shalar ham anaqa qilib rol o'ynaydi. Undan tashqari gidlar, yaxshi gidlar, professional gidlarni ham ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Hozir mehmonxonalar o'rtasida katta raqobat ketyapti. Bu raqobatda g'olib chiqish uchun nimalarga ko'proq e'tibor beryapsizlar? Endi asosan mehmonlarni jalb qilish bo'yicha endi hammaga bu sir emas.
narx bo'yicha anaqa qilinadi. Asosan turfirmalar bilan ko'p turfirmalar bilan ishlaymiz ancha yildan beri. Endi asosan turfirmalar bilan kelishilgan holda yaxshi narx bilan o'sha согласоваться qilib turib, o'sha yil davomida mehmonlarni qabul qilamiz. Booking saytlar masalan. Da, undan tashqari mehmon ko'paytirish bo'yicha shunaqa raqobatdosh narx bilan shu aytib o'tganimdek onlayn prodajalarni qilish kerak. Ko'paytirish. Mehmonni ko'proq jalb qilish uchun. Jalb qilish. Da, o'sha skidka, mehmonxona sohasida mana bunaqa narsa borki, oldindan misol uchun mehmon bron qiladigan bo'lsa, xonani shunaqa tarif bo'ladi. Oldindan misol uchun oldin ранний бронирование degan razdel bo'ladi tarifi. O'sha anaqa bo'yicha skidka bilan mehmonlar ko'pi oladi. O'sha vaqtning summasi bilan? Da. Misol uchun mehmon safari deylik, mana shu mayda bo'ladigan bo'lsa, hozirdan bron qilib qo'ysa, arzon narx bilan bron qiladi. Xona. Endi bizning dejurniy savollarimizdan bittasi bu siz shu sohada faoliyat ko'rsatib eng zo'r degan ikkita mehmonxona Toshkent shahridanmi, Buxoro, Samarqand, Vodiy farqi yo'q. O'zbekistonda eng zo'r deb bilgan ikkita mehmonxonangizni aytib bera bilasizmi? O'zbekiston miqyosida Samarqand shahrini hozir zo'r qilishgan deb eshitdim, hali ko'rmadim. Imенно Samarqandni o'sha turistik shaharchasi qilib ochishgan joyi zo'r deyishdi. Endi borib ko'rmadim. Gap bo'yicha, eshitganim bo'yicha zo'r. Hamma sharoitlar anaqalari, mehmonlar uchun hamma sharoitlari zo'r ekan. Toshkent shahariga keladigan bo'lsa, endi men bu yerda kategoriyaga bo'lib aytishim mumkin. 5 yulduzli mehmonxonalardan menga yoqadigan birinchisi bu Hilton. Hiltondan keyin Intercontinental mehmonxonasi, shu o'zimizning yonimizdagi. Keyin mana bu Hyatt mehmonxonasi. 4 yulduzlilar ichidan endi meni o'zim fikrim endi o'zim anaqa bilan kelib chiqqan holda aytadigan bo'lsam, shu o'zimizning City Palace mehmonxonasi hozir rezervis qilyapti. Undan keyin eski Intercontinental, hozir International deb nomlanadi u yo'q. Da. Keyin Grandmere mehmonxonasi bor. O'sha yana boshqa 4 yulduzli mehmonxonalar haqida. Zo'r. Aka, keyingi ishlaringizda omadlar tilab qolamiz. Rahmat. Mehmonlarga to'lib toshib yursin mehmonxonangiz. Rahmat aytganingizga. Inshaalloh yana keyingi ko'rsatuvlarimizgacha xayr deb qolamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.